Hurmatli aynan deportini, zapretini ochaman musofirda yurganlar va O'zbekiston deportida yurgan do'stlar, xo'p, Xudo xolasa biz ijtimoiy tarmoqda deport zapret ochib beramiz deb reklama ochdik va xuddi shu asosida ikkita odam o'zi delasi tayyor bo'ldi. Buni o'ziga yarasha mehnati bor, o'ziga yarasha mashaqqati bor. Lekin biz shunchalik odamlar bizga ishonib, ofisimizga kelib, shartnoma qilib, mana ikkita odam o'zi delasini biz o'zi tayyor qilib jo'natib yuboryapmiz Moskvaga. Pasportlari bilan ichida bor, fonli, dovernisda yozildi. Xullas, ijtimoiy tarmoqda kuzatib yurganlar, ya'ni biz fake xabarlar, mashinatsiz xabarlar chiqarmaymiz. Realniy bo'ladigan faktik xabar chiqaramiz va deport zapret ochishni biz o'zimizni advokatimiz bo'ladi, ya'ni Moskvada orqali, shu advokatimiz orqali pasportlarni tayyorga qilib, keyin qabul qilamiz. 50-50 ish qilmaymiz, riskli ish ham qilmaymiz. Faqat qo'limizdan keladiganni faktik ish bilan odamlarga yordam beramiz, manfaatli bo'ladigan maqsadda. Xudo xolasa mana inshaalloh ikkita odam boshladik. PP2 statiya bunisi va bunisi PP10 statiya bo'yicha bu insonlarni qabul qilib shartnomani imzoladik. O'rtoqlar, kuzatishda davom etinglar. Butun O'zbekiston bo'ylab aloqa qilsanlar ham bo'ladi. Telefonga vaqtida javob bera olmasak, Telegramdan ekranda ko'rsatilgan nomerlarga SMS yozinglar. Telefon qilsangiz uspet qila olmayapmiz. SMS yozinglar, qo'ldan kelguncha atvet qilamiz. Qo'llaringda deportatsiya qog'ozi bo'lsa, tashlaysizlar Telegram orqali. Agar bo'lmasa, biz o'zimizni advokatimiz orqali pasportlarni proverka qilamiz. Ochiladi, ochilmaydi, sirazi atvetini aytamiz o'rtoqlar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Befarq bo'lmasdan videoga like bosib tarqatib olinglar. Bilasizlar, hozirgi kunda Rossiya territoriyasiga kirish juda ham qiyin bo'lyapti. Shuni inobatga olgan holatda deport zapret bo'lib qolgan insonlarga yordam berishda harakat qilyapmiz. Sog' bo'linglar. Albatta, videoga like bosish esdan chiqmasin. Bu juda ham o'ziga yarasha seriozli ish. Mana shu narsani men O'zbekiston territoriyasiga aynan vodiylikman. Farg'ona Rishtonda ofisimiz, masalan, eslab ketamiz. Farg'ona Rishton ofisimiz, xudo xolasa sizlarga manfaatli bo'ladi. Inshaalloh yuzimiz doim shu musofirlar oldida, do'stlar oldida yuzimiz yorug' bo'lsin.